Nima bo'lyapti aka? İçi davlina chiqibdi-da. Kimdan? Davlina. Boshim og'ritdi. Oyoqlar og'riyapti. O'sha kecha keyin ukol qildirdim, tushdi oqshom boyna ertasi yana bordim, yana nima bo'ldi-da. Bitta davlina shu ukol qildi. O'zimiz qo'rqyapmiz. O'zi avvaldan shikoyatlaringiz nima? Avvaldan nima o'zingizda turadi? Oldin bir 3 yil oldin ham shunday bo'libdi. Chiqib turadi. Ha, Qo'l yoqda u ishlar bo'lyaptimi? Yo'q. Ko'nglim aynib, qulog'im bir yerda g'uvlayibdan bo'ldi-da, shu hozir kechasida. Ichasizmi? Har zamonda. Har zamonda oxir marta qachon ichdingiz? Oxirgi marta ancha bo'ldi. Ichgandan keyin bu kun zaryadlanish qilib chiqadimi? Yo'q, ichgan ko'p ichmayman, shu 1 piyola 100 gram o'zim ishlayman deb bir yerda qorovul. Ko'p ichmayman to'g'risi. Qorovul shaharda superda qorovul ishlayman. Superda qayerda ishlaysiz? Superda banoda, shu yerda. Nima? Don quryapti, don. Dondan. Don qurilgan shunda. Yurak og'rib turadi, nafas qisib turadimi? Yurak og'rimi shu oyog'imni mana shu yerda og'riydi, aptit yo'qda ertasi hech bile yemayman. O'tiring. Hech bile yemayman. Ertalab hech narsa yemaysiz. Ha yo'q, abitdim shu yarim ovqat yeyman bo'ldi. Keyin mana osh yesam, ovqat yesam, oshqozon ham. Qo'y. 1 soatdan keyin, 1 soatlardan keyin hali amezim bilan kiryon yeyman. Ovqatdan keyin og'riq bo'lsa, ovqat yegandan keyin oshqozonda muammo bor. Shundan keyin-da ovqatdan. Och qoringan bo'lsa, 12 kun ochida muammo bo'ladi. Yo'q, ovqatdan keyin og'riydi. Zarda bo'lasizmi? Zarda shu oshbekning amezim bilan kiryon berdi xo'jayin, shuni yedim, shu tarqataydi-da birda. Mana toshday bo'lib qoldi. Ovqatdan keyin agar oshqozoningiz og'riq bo'ladigan bo'lsa, bu oshqozoningizda yaxshigina muammo bor degani. Keyin qarang, hali qilgandan keyin bitib kakiraman, kakirganda qanday bir zordabga o'xshagan suv kelsa bor-ku, qo'yib beryapti-da, keyincha keyin shunday qilaydim, kakiraverdim, keyin shunday ichib narsani kelmay qo'ydi-da. Keyin dori yeydi. Boplashda o zardob degan narsa oshqozondan keyin u suyuqlik. Ha, O'sha chiqib ketgandan keyin yengil bo'lasiz. ha, yengil bo'laydimi-da. Keyinchalik shuni qo'ymagandan keyin amezon bilan kiryon yeyman. Bu degani 100 o'tida muammo bor degani. O'sha zardob o't suyuqligi.